Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Baholovchi Promo Tex'dan gapiramiz. Promo Tex'imiz bu baholovchi mana. Mana holatda qayta zararamiz Promoga bu. Orqa tomoni qayta zararamizni to'liq qalin 1.8 dan bo'lgan 2 qavat. Bu ikkinchi qanoti mana. Uchiroq holatda bityapti. Darvoza to'liq qalin bo'lgan, hamma yo'q. Ishlar 1.8 dan bo'lgan 2 qavatli. Ustagalarimiz uchiroq qilib ishlashyapti. Mana Samarqand pasonlarida bityapti. Yarim tayyor bo'lgan holati bu. Ikkinchi qavati bor, orqasidan apishibga qilib 3-qavatini bosiladi. Tumbalardan uchiroq holatda bitgan mana. Xohlasa apparatlarimiz kuch ta'sirida ishlaydi. Darvozaning materiallari to'liq qalin bo'ladi, shanirlarni hasharlatib yuyiladi. Yaxshi eritib ushlashlik uchun. Ishlari 1.8 rasman. Xohlasa darvozalarimiz Andijon, Farg'ona o'rnida bu darvozamiz Refronka darvoza. Ishlari 1.3 ta bo'lgan, chiqishi 1.2,5 bo'ladi, profillari 1.5 stenka bo'ldi. Zakazga bilan yo'llari 8.8. Profillar hammasi materiallar bormi? Bir qator zanglatib keyin bosiladi, shtobi ertagaligi kuch ketmasligi uchun kraskasi zanglatib keyin bosiladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Sifatlar qilishlarni yetkazib beramiz. 24/7 aloqadamiz.